Nima uchun elektr zanjirlarida mis va alyuminiy o'tkazgichlarni bevosita ulash mumkin emas, ammo ularni po'lat yoki latun shayba orqali ulashga ruxsat etiladi. Mis va alyuminiy o'tkazgichlar to'g'ridan-to'g'ri ulanganida ular orasida galvanik juftlik hosil bo'ladi. Nam muhitda va tok o'tayotganda bu kontakt zonasida kimyoviy reaksiya yuzaga keladi. Natijada alyuminiy yemirila boshlaydi. Kontaktning o'tish qarshiligi ortadi. U qiziydi va oxir-oqibat yong'in kelib chiqish xavfi paydo bo'ladi. Latun va po'lat esa mis va alyuminiyga nisbatan galvanik korroziyaga kamroq moyil. Shuning uchun agar mis va alyuminiy orasiga po'lat yoki latun shayba qo'yilsa, ularning o'zaro bevosita kontakti bo'lmaydi va galvanik juftlik hosil bo'lmaydi. Elektrokimyoviy qatorga ko'ra, latun va po'lat alyuminiy bilan mis orasida joylashgan bo'lib, bu kimyoviy potensiallar farqini kamaytiradi va korroziya ehtimolini pasaytiradi. Rossiya me'yoriy hujjatlariga ko'ra, bunday ulashga ruxsat etilgan. Shu sababli mis va alyuminiy o'tkazgichlarni maxsus pasta bilan to'ldirilgan o'z-o'zidan qisuvchi klemmalar orqali ulash mumkin. Bunday klemmalarda o'tkazgichlar bir-biri bilan bevosita emas, balki kontakt plastinasi orqali ulanadi. Shuningdek, deyarli barcha zamonaviy avtomatik o'chirgichlarga mis va alyuminiy o'tkazgichlarni ulash mumkin, chunki ularning klemmalari latundan tayyorlangan va galvanik qoplamga ega hisoblanadi.